Butun dunyoni burgerlarini bugun yeb ko'ramiz. Birinchi bo'lib bizda Texas burgeri. Wow, dahshat. Xo'sh, Texas burgerining ichidagi mol go'shti 19 soat tutunda pishiriladi. Go'shtlari katta. Xo'sh, yeb ko'rib baho beramiz. Bismillah. Wow, dahshat oqib ketyapti. Xo'sh, mazasiga kelsak, dahshat amerikancha burger. Xo'sh, keyingisi turkcha burger. Wow. Xo'sh, turkcha burgerga kelsak, shef sirli sousdan foydalangan. Xo'sh, turkcha burgerga kelsak, mazasi juda ham esda qoladigan, bir so'z bilan çok go'zal. Fransiyaga ham yetib keldik. Fransuzcha burgerda ikkita kotlet, qo'ziqorin va tryufelli sous bor. Wow, dahshat. Fransuzcha burgerga haqiqatan Parij atmosferasini berishibdi. Xo'sh, va eng so'nggisi o'zimizning jaydari o'zbek burger. Wow, go'shtlarini kattaligini, o'zimizning o'zbek burgeri yumshoqqina qilib qo'y go'shtidan qilingan ekan. Xo'sh, o'zbeklarning burgeri juda ham yumshoq, mazali va go'shtlari katta. Bir so'z bilan o'zbek sili. Burger MBC'ga borganingizda mana shu videoni mana shunaqa tarzda ko'rsating va sizga 20% chegirma qilib berishadi любой zakazga. Ushbu aksiya bugundan, ya'ni 10-dekabrdan 24-dekabrga qadar ishlaydi. Hammanglarni Burger MBC'da butun dunyoni burgerlari bilan kutamiz.